Bugungi kunda pop MMA olamida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri bu qozog'istonlik aktyor va sportchi Erkabilan To'xtar hamda o'zbekistonlik jangchi Gold o'rtasidagi ehtimoliy to'qnashuvdir. Bu ikki sportchi o'z uslublari bilan ajralib turadi. Gold taktikasiz, ammo yurak bilan jang qiluvchi, kuchli zarbalari bilan mashhur. Erkabilan To'xtar estet jangchi, harakatli, chiroyli zarbalar yo'llaydi va klassik boks uslubida ko'proq vizual tarzda yoqimli kurashishni namoyish etadi. Endi esa aniq faktlar bilan kim kuchli ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qo'l zarbalari. Erkabilan To'xtar yoshligida boks bilan shug'ullanganligi sababli qo'l harakatlari texnik jihatdan juda chiroyli va aniqligi bor. Gold esa qashqadaryolik matonatli jangchi. U best taktika uslubi bilan harakat qiladi, ammo har bir zarbasi juda ham kuchli va og'ir va asosiysi ag'darish bilan uriladi. Ayniqsa har bir zarba joh sohasiga yo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda texnik jihatdan ustun bo'lishi mumkin To'xtar, lekin og'ir zarbalar va tezkor harakatlar bilan Gold albatta ustundir. Sa'dot bo'lib qoladi bosqichi. Qo'li ko'tar Jamzod. Davay, bismillah. Ketdi. Ha. Yaxshi. Davay, Yaxshi, o'tkazib. Oyoq harakatlari bilan Erkabilan To'xtar juda ham kam harakat qiladi. Erkabilan To'xtar oyoqlar yordamida faqatgina sakrash va chap berish bilan juda ham ustun. Gold esa bu borada juda ham kuchli. Kutilmagan oyoq zarbalari albatta raqibni ag'darib qo'yadi. Oyoq zarbalari esa aniq va juda ham og'ir boradi. Yaxshi. Yaxshi. Raqibni aniq yo'q qiladi. Qisqacha qilib aytganda oyoq zarbalari bilan albatta Gold ustun. Zaxvatga olish, grappling ikkisi ham bu borada katta tajribaga ega emas. To'xtar ko'proq aktyorlik va zarba texnikasining tarafdoridir. Gold esa o'z intervyularida menga kulachka ham MMA ham bir xil degan intervyulari bor. Qancha javob qilish kerak? Sal bitta narsani tushuninglar, mujiga. Telefon orqasidan o'tirib, nima javob berar ekanmi? Javob qaytarmaysizmi? Javob qaytarasizmi? Mana qaranglar. Bu yarashmaydi. Javob bitta qaytarildi bo'ldi. Xohlagan joyingga urishaman, xoh ekmeman bo'lsin, xoh kulashga bo'lsin deydi. Lekin grappling, zaxvatga olish ham alohida bir mahoratdir. Xulosa qilib aytganda bu borada ikkisi ham tengdir. Eng asosiylardan biri esa psixologik bosim va arenada o'zining tutishi. Gold arenada o'zini o'ta ishonchli va erkin tuta oladi. Hech qanday orqaga chekinmaydi va jangning boshidan oxirigacha bosim ostida olib boradi. Erkabilan To'xtar esa ko'proq go'zallikka va ko'rkamlikka urg'u beradi. Bu borada Saturn ham o'z izohini bildirib o'tgan. Gold bilan Erkabilanni o'rtasini solishtirib beraman sizlarga. Ikkalasida ham barba yo'q. Ikkalasining ham qo'li yaxshi. Cho'tki. Oyoqga keladigan bo'lsak, Gold agar tepsa raqamlarni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Demak, oyoq stoykaning asosiy talabi. Oyoq mayib bo'lgandan keyin stoyka buziladi. Goldda oyoq juda kuchli. Oyoq zarbalari mushni. U oyoq zarbalar tekkandan keyin Erkabilan stoykasi yo'qoladi. Demak, bugungi holatda Gold ko'proq ustun jihatga ega, ammo bu hammasi emas. Erkabilan To'xtar hali ham o'zining barcha qirralarini ko'rsatmagan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham buning barchasini Oktagon hal qiladi. Endi esa do'stlar, o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Siz kimni qo'llaysiz? Gold yoki To'xtar?